Ben bu kamera arkalık Xitay hükümetiga, Xitay zalimlariga şunu demoqchiki, sizning bizning diyorimizdagi 2 milyondan ortiq qarindoshlarimizni, Uyg'ur qozoq qarindoshlarimizni o atalmış terbiyeleş atidagi jazo lagerlarida suluşunun sebebi nima? Sen nima maqsadga yetmoqchi? Sen bizni butunlay qatlam qilib yo'qotmoqchimi yoki bizdan butunlay qutulmoqchimi? Buning inshaalloh Alloh seni bu niyatini yetkazmaydi. Har bir zalimning bir nihoyati va bu zaman biz Sharq Turkistonliklarga ait sening azaldan va kiyimi bulanmaydi. İnşallah bir kuni sen mag'lub bo'lsa, inshaalloh bir kuni nihoyating keladi. Men shuni demoqchiki, o'zingning bu qadar qilgan zulmlaringga kifoyalanib to'xtab qolgin. Bu qadar zulm bizga yetar, bu qadar zulm bizga yetar. Tarixda hech qanday qavm, hech qanday millat ko'rmagan bir xo'rlig'imizga ko'z topatsan, inshaalloh bir kun, hamon bir kun Allohning izni bilan bu hisob sendan so'raladi. Men buni demoqchi.